yurtda yashayapman dilim vayron. Mol dunyolar topdim, mehr topolmadim. Zor yig'laydi gohi onam bo'lib hayron. Onam meni sog'inganda borolmadim. Zor yig'laydi gohi onam bo'lib hayron. Onam meni sog'inganda borolmadim. Musofirlik kechalari yomon bo'ldi. Birda xasta, birda boshim omon bo'ldi. Bilmadim bu qandayin zamon bo'ldi. Onam meni sog'inganda borolmadim. Borolmadim, borolmadim, borolmadim. Onam meni sog'inganda borolmadim. Borolmadim, borolmadim, borolmadim. Onam meni sog'inganda borolmadim. Ko'zlaridan yosh oqib marjon, marjon. Yo'llarimga zor intizor kutar hamon. Qiynayapti yuragimni alam yomon. Onam meni sog'inganda borolmadim. Ko'zlaridan yosh oqib marjon, marjon. Yo'llarimga zor intizor kutar hamon. Qiynayapti yuragimni alam yomon. Onam meni sog'inganda borolmadim. Borolmadim, borolmadim, borolmadim. 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 Onam meni sog'inganda borolmadim. Onam meni sog'inganda borolmadim. Ilhomjon Mahkamov, baraka toping umringiz obs. Qo'shiq aytyaptilar-ku, lekin bilinib turibdi, qo'shiq menimcha o'zingiz yozgan bo'lsangiz kerak a? O'zingizning mualliflik qo'shig'ingiz. Assalomu alaykum avvalambor. Albatta bu qo'shiq o'zimiz bastalaganmiz. Bu qo'shig'imizning tarixi bir Toshkent viloyatidan Jahongir Karimov degan shoir akamiz bor. U akamiz bilan yaqindan aloqadamiz, salom-alikimiz bor. Shu akamiz o'zlar tarixini aytib qoldilar, shunaqa musofirda qiynaldim. Shu she'rni bir solib ko'ring qo'shiqqa, agar yoqsa sizga sovg'a tariqasida beraman, aytasiz dedi. Va bu qo'shiqni kuyladik. Birinchi kuylaganimizda uncha ko'nglimizdagi natijani bermadi. Vaqtlar o'tgandan keyin bir ukaxonimiz, Otabek degan ukaxonimiz Instagram tarmog'ida aytib joylagan va undan keyin ana shu qo'shig'imiz ommalashib ketdi va bugun ilk bor ana shu ekran yuzini ko'rdi. Bu qo'shig'imiz premyera bo'ldi desak ham tabriklaymiz. bo'ladi sevimli kanalida. Tabriklaymiz. Ko'z Semasjon ukamizga xalqimizni dardini kuylaganda, endi bunaqa ishda yurib, ota-onasidan uzoqda yurganlar juda ko'p. Umringiz uzoq bo'lsin. Ala aytadi-yu, so'zlasang, yaxshi so'zlardan so'zla. So'zda ma'no bo'lmasa, mantiq bo'lmasa, u so'zni gapirish hojati yo'q. Ukajon, mana shunaqa chiroyli, ma'noli qo'shiqlar kuylash sizga nasib qildi va bardavom bo'lsin, omadingiz bersin. Tabriklaymiz. Shoir akamizga ham katta rahmat, chiroyli yozgan ekanlar dardlarini. Albatta, rahmat. Shoirlar